3. qism. Hujjat. Menki Shakir shundaq hujjat bermanki, saboqdashim Aygul va Ro'shanlarning masligidan foydalanib, ularning ippitiga tegdim. Ular bu chaqda o'zini bilmagidek mas bo'lib, Aygul nima o'qiyotdi? Oxir qulqimga kirmaydi. Faqatla yolg'on, ifloslik. Men qo'l qo'ymagan. Senlar o'ydirib chiqarishibsan. Degandan boshqani deyolmaydi. Yolg'on? Nemisi yolg'on? O'zining imzosi, barmoq izi. Ishonmasang, opirib qonuniy isbotlatib baqsang bo'ladi. Aygul qo'lidagi men purlab tashlayotgan hujjatni oldimga tashladi. Ehtimol bayotun o'zimni yo'qotganimda hujjatni yerdan olgan bo'lsa kerak. Undaqda bu hujjat qo'llanadi bo'lgan ekan, to'xtam tuzishning nima zaruriyati? O'zining do'tligidan-ku. Shu kuni to'xtamga qo'l qo'yganingdan foydalanib, hujjatdagi imzoga erishmasam, sen imzo qo'yamding? Undaqda Shamsiyada nima gunoh? Nima gunoh? Berib o'zidan so'ra. Qanotchisining tishiga tegsa, yaxshi oqibat ko'rmaydiganini bilib qolsin. Akam bilan bo'lgan ishim yolg'on o'xshamamdi. Akamga unda qanjuqlar loyiqmi? Seni maqsadga yetib, bizni dag'da qo'ymasin deb o'ynab qo'ygan o'yinkan deb bilsangli bo'ldi, Shakir. Ma'qul. Endi meni nima qilsin deysan? Ko'p o'ylab o'ltirishning hojati qolmadi. Imzo va barmoq iz meningki. Teni bilibmi, tuhmat debmi qutqilib bo'lmaydi. Maqsadini o'qib boqqim keldi. Men bilan to'y qilasan. Hujjatdimi meni olaman deb yozgansan? Bo'lmasa, hujjatingni qonun o'rinlariga topshiraman. Mushundaq ifloslikni qilib yursam, seni ilishim mumkinmi? Mumkin bo'lmasa, ixtiyor o'zingda. Meni obdan bilasan. Qilaman degan ishimning qaysi birini qilmaganman? Faqat bo'lmasa, cho'nglar qilgan ishingni bilsa, seni meni erishga ko'ndira olmasmi? Uning so'zlaridan ota-onaga bildirman degan tahdid chiqib turadi. To'y qildikmi deyli. Mushi iflosligini bilgan men sen bilan uy tutib keta olamanmi? Baxtli turmushdan so'z ejyotamsan jonim. Bakmi u maqtasan. Tatliq lavlarini tishlab uzib olsam deyman. Men sana baxt izlab degandiman. Sen baxt deganning nimaligini bilamsan. Baxt degancha o'zini necha yillab qon yig'latgan sendek odamni topiniga yiqitib, azobning nima ekanligini tetitish Shakir. Shumi Shamsiyani sana tunishtirganman. Ikkinligi issiq o'tishib qoldi-ku deyman. Sallama hijronning ta'mini tetib qo'yish. Kelar haftaning 6-siga uyingdagilar uyimizga elchilik kelsin. Tikishgan pul to'yliqqa yetadi-ku deyman. Yur Ro'shan, ketaylik. Bu nocham bu yerda o'zini azroq sagitib olsin. Xo'sh. Ro'shangul mashinasidagi pulni ib keldi va oldimga tashlab berib, beshimni silab qo'ydi. Uning bu qilig'i menga ich og'ritayotgani bo'lsa kerak. Ular qaytish uchun mashinasining eshigini ichayotganda bo'lsa kerak, bayotun to'pchang yo'qolib ketgan do'nglik kendan bir voqe'di. To'xta. Aldirab nega? To'xtamangdan vaqti o'tmadi-ku deyman. Tonish ovoz yuragimni yana bir qitim larziga soldi. Tushib ketgan beshimni ko'tarishga petnamadi. Beshingni ko'tar Shakir. Agar do'zaxga kirib ketadigan ish bo'lsa-mu, seni bu ishga buzuqning qarab qilib yetishiga tashlab bermayman. Shart meni suyishgan-ku. O'rningdan tur, meni suy. Beshimni ko'tarish mumkinmi? Tushib ketgan beshim texim sangiladi. Butun badanim sizmini yo'qotmoqda. Issiq bir jup qo'l beshimni ko'tardi. Levimga. Yo'q, yuragimga bir suymakda. Men faqat uning yuzimga tushayotgan yeshidilla o'shimni topatdim. U yig'ilgan bo'lsa kerak. Suyishni ko'rmoqchidinglar-ku. Suyish degan mushundaq bo'ladigan-ku. To'xtamni chiqaringlar. Yo'q, Shamsiya. Sizlar hargizmi uftanmaysizlar.
Sen bizga o'shtikingdan uni so'yiyotsan. O seni keltirvasila tutqan bo'ladi. Bu to'xtamga xilop. Xilop? Nimanga xilopgan? To'xtamni obdan-ku. Ikkingning oldida meni so'ysalam bo'ladigan-ku. Kim meni keltira ololmadi deydi? Meni keltiramisa, men uni so'yamdiman. To'lib alaqshimay to'xtam va hujjatni chiqa. Ular keyin nima deyishdi faqat qulog'imga kirmadi. Bir chaqda Shamsiyago deyman, beshimni noq. Bo'ldi qil Shakir. Mening yuragimga pichoq solding-ku. Seni buncha razil bo'lib ketadi deb o'ylamabdikanman. So'yginimni xato o'ylab qolma. Bu faqat hidoyat oldidagi bir insonni qutqizish xolos. Sening to'g'ri yo'ldan burilib ketishingga qarab turolmadim. Qilganlarimni Alloh kechira. Ammo men seni hargiz kechirmayman. Buningdan keyin meni izlaguvchi bo'lma. Sana qaraydigan ko'zim yo'q. Al bu rasvoliklarning guvohchisi bo'lgan to'xtam hujjatlaringni. Meni rasvo qilgan nodonligimning shohidi shu qog'ozlar oldimga uchib tushdi. Kekeshladim. Bo'ldi qil Shakir, so'zlash huquqing yo'q. Uning oyoq tevishi anglandi. Beshimni ko'tarib qaradim. Qo'l barmoqlaridan boshqa yerlardan to'liq yo'galgan mukammal bir inson ketib boradi. Asli men uni keltirmoqchi bo'lgan edim. Biroq hozir o'zimning u tarafidan keltirilganimni sezdim. Biroq menga fursat zodli yo'qdek bilinmoqda. Kallamda nurg'un chigish xiyol. Mendan yiroqlayotgan Shamsiyaga agishib manmoqda. U qandoq bildi bizning to'xtamimizni? Shamsiya, meni bir umr dog'da qo'ysang mayliki, sen bilgan ishlarning tafsilotini bilmasam, zodi bo'lmaydi. Oygul bilan sizlar o'tiringlarda, zodi nima ziddiyat bor? Yiroqdan to'pda o'sib ketayotgan mashina. Xiyollarim sana hamroh. Mening bugun bu joydan ketalishimning o'zimi bir ish. Butun badanim, sizimimni yana bir qitim yo'qotmoqda. Rasvolik bo'la, buncha bo'lmas. Rost aysa, men bir nomusni bilmaydigan rasvo. Dardlarimni anglashqa Allohdan bo'lak kim toqat keltira olsin? Qattiq zarba ta'siridan ig'ir betob bo'lib yetib qoldim. Qaysi kunki zukam hozirgi tushkun ruhiy holatimni chirmab elib, karvatdan tushamas qilib qo'ydi. Xiyollarim qanotlanib uchib yuradi. Biroq men bu xiyollarni qilishdan bakma bezor. Afsus, men bezor bo'lgan bilan xiyol menga bo'y beray deydim. Yanala qanotlangan xiyollar ishra qalaymaqonlashgan nervlarimni texim qalaymaqonlikqa boshlaydim xolos. Ota-onam, doktor sestralar so'zlaydi. O'zingni ruhliq tut. Bundaq mayus, chechalang'o. O'zingni tashlavatsang, kasalga o'zingni oldirib qo'ysan. Yana va hokazolar. Biroq ularning nasihatlari qulog'imga kiratdi. Bo'lsa, mush zaifligimda o'libli tugatsan. Barliq nomussizligim men bilan kessa. Shamsiyani ko'rishdan, uning sen nimachi nomussiz deganida qarashlardan biroqliq qutulsam. Ah, Xudo. Men seni tanimaganda o'zimni bunchalik zaif, bunchalik nomussiz bilmas edim. Ola bugungi kunga kelganda seni tanib, sana chin ixlosim bilan iymon keltirgunimda nomus oyoning bunchalik qudrati borligini bilib yetmoqdaman. Vaqt minut sekundlab nihoyat osti o'tmoqda. So'lg'un chiroyim, o'ltirishgan xira ko'zlarim bir nuqtaga tikiladi. Birsini izlaydi. U tuyuqsizla eshikdan kirib keladigandek eshik tarafga qarab yotaman. Men izdigandan menga shuncha yaqin joyda. Mushu yetayotgan doktorxonada bo'lsa-mu, uning men taraflarga o'tishi, hattoki meni aslab qo'yishi mumkin emas edi. Men bo'lsam bir jinoyatkorman. Alloh oldida Shamsiyadek pok, g'uborsiz, butun vujudi islom, axloq, oya, nomus bilan yo'g'rilgan bir notavonni
ayağını qayırıp qo'yib gunohga so'rab akirgan men jinoyatkor bo'lmay, kim jinoyatkor hisoblanma. O'zimni o'zim jazolab o'tgan bo'lsam-mu, ota-onamning zo'ri bilan tomoq yemasga amal qilolmadim. Ularning mo'ldirlab qarab turgan ko'zlariga bardoshlik berolmay, oz-ozdan tomoqqa kirishganim uchun asta-asta yaxshi bo'lib ketyotdim. Doktorlarning tirishchanligimi o'z kuchini ko'rsatyapsi kerak. Qopib o'ltiraliqdek bo'lib qoldim. Ammo butun badanim yanala o'zimning emasligidek. Xiyollarim yanala qanot qoqidi. Bir kuni xiyol ichra ishga beqib yotsam, tuyuqsiz Oygul dadisini boshlab kirib keldi. G'azab nafratim shuncha teshib tursimi, uning dadisining yuzidan chandurmaslikka majbur bo'ldim. Nima degan usti qoqvasan Oygul? Dadangni boshlab kelmasang, yuzingga tükürishimni bilasan-ku deyman. Shahar boshlig'i kiribla qo'limni siqib. Oy, nim bo'ldi Shokirjon balam? Nimandaq judab ketganing bu? Bizning jintak xabar bermagan bo'lsa, sening buncha bo'lib ketganingdan xabarsiz yurdi ekanman. U qiziq qarab qo'ydi. Oygul dadisining qarishidan endi so'zlash sana keldi deganni sezgandek qilib. Shu menmi tungilla uqdim. Bo'lmasa burundilla yo'qlab kelib, xayrinsa opamlarni japoga qo'yib yurmay o'zimni xabar olatdim. Odam deganning yuzi shunchami qalin bo'lamdiganda. Uning qilchimi xiyoliga kirib chiqmagandek qiladi. Rahmat sizlarga shahar boshlig'i. Xizmatlarining shuncha oldirashchiligidimi bolamizni yo'qlab kelib, bizni to'limi xush qilib atdilar. Opamning takallub qaytarishiga ulabla, shundoq sizlarni ko'nglimdan intayin mamnunman. Yolg'on bo'lsa-mu so'zlashga majbur bo'ldim. Undaq dema o'g'lim. Sen mening o'z bolam bilan o'xsharsan. Sening og'rib qog'iningni ufqan Oygulmi, og'rib yiningga kelibammisan yana? Boshliq ma'nli qilib opamla qarab qo'ydi. Opammo shundoq degandek boshliqqa boshlang'ishib uning so'zini quvvatladi. Bu nomussiz gaplarni anglab, nomusdan yuzim shalparda qizardi bo'lg'ay boshliq. Bak nomuschan dasan Shokir. Esit, mushu holatingda qiz bola bo'lib qolsangchi. Bizning mavjin o'zi qiz bola turib, sening po'qingni do'risicha kashki. Dada, nimandaq odamning yuzini tushirib yuriysan? Oygul dadisiga surkilib sat erkaladi. Uning qiliqlari zaif yurgimni nafratlarga teg'imi to'ldirdi. Bo'ldi, yig'inim bor edi. Men mushuncha o'ltiray. Xayrinsa, sizlarni Shokirga qarayman deb ko'p charchaganlar. Bugun Oygulga bir fursat bersizlar. Shokirga u hamroh bo'lsa qandoq? Boshliq onamga ma'nli qarab qo'yib. Xo'sh Shokir, keyin yana yo'qlab kelaman. O'zingni asra. Oygul qizim, amisi Shokir sana qoldi. Xayrinsa opangni men uyga opirib qo'yib kelaman. Deganicha opamni boshlab chiqib ketdi. Qandoq qila olaydim? Meni mushundoq rasvo qilib, kasal bo'lishimga sababchi bo'lgan sizning mushi qizingiz. Uni ko'rishga ko'zim yo'q deyma amisa. Opamning nima qilgani bu? Menga xo'shmi demay, holimdan xabar oldiganga men eng o'sh odamni tashlab qo'yib ketib borada. Hey, huquq. Sening oldingda hammamiz chakini insonlarga aylanimizda. Oygul yolg'iz qolganni fursat bilib, qishimga kelib qo'limni tutdi. Sat silkishildim. Nima qilganing bu? Senda nomus degan narsa bormi zodi? Nomus deb qopsan Shokir. Sen uchun butkul xalqi olam oldida yalang'ochlanishga roziman. O'zini ippatlik chog'lig'anlarmi, boshqalarning ko'z suyishib yursa, nomus bo'lmaydi ekan-ku ana. Shu nomussizliklarni tilingga elishdan uyalg'in. Mening musholatga kap qilishimmi, sening shu pastligingda bo'lgan Oygul. Vaqira Shokir. Obdan vaqira. Bo'si vaqirishingni Shamsiya anglab, sening ovozingni bilsa, men vaqiramaydigan dushmanimga vaqirab, o'chimni elib beryotdi deb bilib, seni kechirvasa ajab emas. Nomusni bilmaydigan odamga nima degan bilan bekor bo'lish kerak. So'zlashlarga sukut qilish bilan javob qaytardim. Gap qilmaysan-ku Shokir? Qiyomatlik dushmanlaringning oldida nomusni qayrib qo'yib, seni so'ygan heliqi go'zaling qani. Men deh sening holingdan u xabar elayotgan chig'i deb, seni yo'qlab kelishdan yaltayg'ili tasliq qilgan edim. U bo'yindab
odam izlayotganini do'rab atrofga qarab qo'ydi. Yuragimni ziyda qilgan, qalbimdagi o'chmanligimni texim yuqori ko'targan o Naznimni ko'rmayman Shakir. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Shakir, uning so'zlari tugaydigandek emas. Bo'libmi Shamsiyani tillab haqoratliginida yuragim pichoq tutilgandek ichishmoqda. Taqatim cheklik bo'lsa kerak. Sukut qilishga bardoshlik beramay, uning zidiga tegish uchun. Bo'ldi qal Aygul. Shamsiyaning mo keladigan vaqti bo'ldi. U kunda qishimda yurib, holimdan xabar olyapti. Bekor qilgan gaplaring uning quliga kirib qolsa, o'zing sat bo'lmasin edi. tüfey rasvolar. Qilayotgan gapingni qara. Men seni xeyli g'urur bar o'g'il bola desam, nomus qilmay yolg'onni to'qiysin a? Nadik Shamsiya ekan u. O alla burun bu joydan ketib qolgan tursa, nalada yurib, sening holingdan xabar oladi. Shamsiyaning bu shahardan ketganini anglab puchupli tushdim. Qachonlarda o'shimga kelganimni bilmayman. Ko'zimni ochsam, onam, dadam yana Oygullar beshimni qarab turdi. Oygulni ko'rib judonim tutdi. Ammo chondurmay ko'zimni yumib oldim. Azoblarim yumilgan ko'zim bilan birga ko'z yumgan bo'lsidi kashki. O'g'lim, qani aytsang-chi, nima azobing bor? Anisi, bo'ldi so'rama. Uni bir oz aromida qo'yaylik. O'zi ma'qul ko'rganda aytib bersin. Yur qizim, biz chiqib turaylik. Dadam qalb yaramni tushunsa kerak. Ko'rsamni qusqum keladigan bu nakes shaytonni yenimdan epchikitib, meni bir oz bo'lsa tinchitdi. Onamning mishildab yig'ilgan ovozini anglab tursam-mu, o'zimning tinch xiyollarimni deb uni tasalli qilishga ojizlik ko'rsatdim. Odam degan ajoyibda. O'zimizning bir oz manfaatini debla ota-onamizdan xotirjamligini o'ylabmi qo'ymaymiz. G'aribcha davolash manfaat qilmay, uyimdagilar yurtimizning dongliq tevipini taklif qilib kesilimni ko'rsatdi. Yanala o'zimizning tibobati afzalkan. Tevip tomirimni tutib ko'rib, "Balada eg'ir kasal yo'qkan. Ochiq yutib o'zini oldirib qo'yibdi. Obdan kutinib, xotirjam dam osil yaxshi bo'lib ketdi. Doktor deytishning mo hojati yo'q. Uyda kutinsin. Bo'lsa havoliq, manzarasi go'zal joylarga opirib, sayli-sayohat qildirolar. Ozroq quvvat dorilarini yezib beray, shula kifoya." deb bir qancha xil milliy tibobat dorilarini yezib berib ketib qoldi. Uydagilar va men uning retseptini qabul ko'rib, doktorlarning to'sishiga qaramay balnisdan chiqdim. Hamda tevib yezib bergan dorilarni yeb, tezla aslim kelib oldim. Bu jarayonda Oygul meni oz ovora qilmadi. Bir kuni keladi, bir yerlarga opirib, havolandirib akalay deb. Yana bir kuni keladi, mono tamoq bak o'xshabdi, tetib beqing deb. Yana keladi, ichkiri o'lkalarga berib, beshimizni sagitib kelsak deb. Uning kelmaydigan kuni yo'q. Men uningdan qancha bezar bo'lsam, u menga shuncha yaqin. Bularga chidamay dadamga eg'iz ochdim. Dada, yaqin kunlarda sizlarni ko'p jafo qo'ydim. Oldinglarda bekma xijilma. O'zimning salomatligi va kelgusimni o'ylab bir mazgil o'qib kelaymikin. Bu sizlardan xabar ilib hininglar tursam yaxshi edi. Mush fursatda o'qishim deb dam elvilishim mumkin. Yaxshi o'ylabsan o'g'lim. Yoshlig'ingda bilim ol. Opam bilan mendan xotirjam bo'l. Bizning salomatligimizmi yaxshi. Uning ustiga o'z yurt bo'g'ashqa urutib qallaba emasmi? Rahmat dada. Oldinglarda haqiqatan o'zimning bechorligiga, shaxsiyatchi nodonligimga ichinib-o'taman. Ko'zlarimdan taramlab yosh quyilmoqda. Dadam beshimni silab turib. Yig'lama o'g'lim. Erkak zodi degan oldirib qiyinchilik oldida yosh to'kmaydi. Sening tanlagan yo'ling tamamen to'g'ri. Jondan kashmigacha joningga yetkili bo'lmas. Tarixni varaqlab ko'rsang, misildab yosh to'kkan hech bir jon egisi cho'ng ish ta'bir tanlagan emas. Bir qo'lida o't,
bir qo'lida suv bo'lgandila murodga yetkili bo'ladi. Sening hozirgidek o'zgarishingni tushimdimi xiyol qilgan emasman. Ulug' karamlik Alloh egam yo'lingni yo'riq qilsin. Men sendan mangu rozi bo'lam. Qayerda o'qig'ing bo'lsa, ayt. Mana men yo'lmangay. U peshonamdan tutib so'ydi. Mangzimga issiq bir yosh tomchildi bo'lg'ay, yurkim nihoyat shirin tavrandi. Chunki bu yosh bosh egish, ojizlik yeshi bo'lmasdan, balkim otining o'z o'g'lidagi ishonchini ko'rganda ta'sirlanish, baxt tilash yeshi edi. Dadamlarning yo'l mingishi bilan o'qish ishimmo nihoyat tez hal bo'ldi. O'z orzuyim bo'yicha Shanxay Tongji universitetida 1 yil nemis tili o'rgandigan. Keyincha chet elda o'qiydigan bo'ldim. Onam o'qishimga ko'p qarshilik ko'rsatdi. Uningchi bo'lganda men ularning qishi turib, holdan xabar olishim kerak ekan. To'y qilib bolalik bo'lishim, navrilar orqali ularni xush etishim. Bular bo'lsa farzandning o'tashga tegishli majburiyat ekan. Elimi yaxshi, dadam o'qimishli kishi bo'lg'achqa meni boshdan oxir qo'lladi. Onamning qoqshashlarini kor qilmadi. Bo'lmaganda Oygullarning damiga tushgan onamning ohiga chidamagan bo'lardim. Chunki onam mendek orzuliq o'g'ilning boshliqqa kuy o'g'il bo'lishini bakma xolis kerak. U bir chaqlarda peshonasiga suyib kelin qilishni orzu qilgan Shamsiyani butunlay unutdimi yoki mening shuncha kasal tortishimni uningdan ko'rdimi, Shamsiyaning gapini faqat qilmas bo'lgan edi. O'qishga mingish vaqtimning yaqinlashishiga agishib, Shamsiyani ko'p xiyol qiladigan bo'lib ketdim. Yolg'iz qoldimmi, u mening hamroyim edi. Afsus, uni hozir nalada nemish qilayotganligidan xabarsiz edim. Ko'klam oshxonasidagi men uni tunji ko'rgan o'rin mening doimlik turar joyim bo'lib qolgandi. U Murat bilan o'ltirgan o'ringa oshxona eshigini to'ymay baqatdi. Bir xil tomoqni buyurtib qo'yib, uni yemasda yana bir xil taom buyurtdim. Afsus, kutkunim ko'rinmaydi. Kunlarim kutish, taqazzolik, hijron ichida nihoyat tez o'tib ketib, o'qishga mingish vaqtimni yiqilib qilyotdi. Mengishdan burun Shamsiyani yiroqdan bo'lsa-mu bir ko'rib olsam. Boshqalarni ko'ydiraman deb o'zi ko'yib qolgan yurkim ozroq bo'lsa-mu taskin toparmi? Oygulning Shamsiyani bu yerdan ketdi degan gapiga asosan uni bu shaharda yo'q deb bildim. Biroq Oygul degan tug'mi yolg'onchi tursa, uning so'ziga ishonch qilg'il bo'lamdi. Uni ko'rish istigida uning ishxonasiga bir qancha qaytim telefon urgan bo'lsam-mu, u yo'q bo'lib chiqdi. Xizmatdoshlari uni yo'tkilib ketdi deb yuragimga pichoq urdi. Yo'tkalgan o'rnini ularmi bilmaydi ekan. O'ylab ko'rib, Ro'shangulning uning xabarini bilsa, menga aytib beramdikan degan umid bilan uni izlab uyiga bordim. Ha, Shokirjon o'g'limmisan? Qadamlaring bu yoqqa yetib qopti-ku. Betap bo'lib yetib qopti deb anglab, yo'qlab boramagan edim. Kechirasan ha. Seni bir izlay deb turgan edim. O'zing kep qopsan mana. Yura, uyga kirayli. Sana deydigan so'zim bor. Takallub qilishimning o'rni qolmagan edi. Agishib, yasidoq yasalgan Yosinboyning mehmonxona uyiga kirdim. Uyning hashamligini so'zlamasam bo'ladi. Chunki buningdan tal uylar Uyg'ur jamiyatida bo'lmas kerak. Ha, Shokirjon o'g'lim, nim bo'ldi sizlarga? Yosinboy choy qo'yg'ach savol bilan ko'zimga tikildi. Men uning nim demoqchi bo'lganini tushunmay qarab o'ltirdim. Ro'shangullar bilan bir obdan o'tib ketib boratdinglar. Meningcha bo'lganda ikkinglarning beshini qo'shib qo'ydigan vaqtimi bo'lgan edi. Boy akam bizning yaqinligimizni cho'qim xato tushunib qolgan bo'lsa kerak. Bundaq chaqda men nimani deya olayman? Beshimni egib o'ltirishga majbur bo'ldim. Qizimdan so'rasam, digili unimidi? 2 oydak bo'ldi. To'limi sulg'un, jimiblik ketdi. Sizlarga bir nima bo'lmagandi? Bizning o'tirimizda hech ish bo'lmadi aka. Endi shu o'qishmaslik tufayli o'qishmaslik bo'lsa bo'pti, uni o'tib ketdi. Mening dunyolikda shu birli qizim bor.
Tapqan təginim, şu qızımğa mənsöp oğlum. Sen ma bir obdan balı boldun. Sendin xatırcam desemmi boludu. Amma şu erki qızım meni xatırcam qılamı deyman. Bay ter tushayotgan chiroyini qo'li bilan surtib qo'yib, yana so'zladi. Shokirjon balam, fursat bo'lsa, qizim qaytib kelganda uning bilan yaxshiroq so'zlashasizlar. Bo'lsa, to'yinglarni chapsonlar qilib otasizlar jumu. Dodining qiziga elchi bo'lishi shuncha tas bo'lsa kerak. Boy texmi tarlab ketyotdi. Men bu boyningmi men xato tushunishidan hayronlik his qilmadim. Chunki men burunqi chog'larimda sho'xlik qilib, boyning uyini o'z uyimda ko'rib, kirib chiqib yuratdim emasmi? Uningdan qizning qayerga ketganligini so'rashdan xijil bo'lib, gapiga ma'qul bo'lib qaytib chiqdim. Yo'q, unda qilolmayman degan gapdan o'qish uchun yurtdan yo'qolsamda bo'ldi emasmi? Kutgan chog'larmi yetib keldi. Hayronman. Oyguldek bir qizning voy deb yurib, mangdiganga oz qolganda yo'qolib ketganiga. Bir turib xo'sh bo'pmi qoldim. Chunki u yo'q, beshim sog' emasmi meni. Yurtdan aeroplan bilan Urumchiga kelib 2 kun turib qoldim. Bejardigan ishlarimni tugatib, aerodromga kechikib keldim. Nəhayət qisqa vaqtda aeroplanga chiqish rasmiyatini bejarib, uçqili tayyor bo'lgan aeroplanga chiqib oldim. Jiddiychilikda o'rnimni tepib, yuklarni o'rinlashtirdim va o'rnimda o'ltirib, yon belimga qaradim. Mening o'rnim be'o'rin bo'lib, deriz tarafda bir o'ltiratdi. Si o'rinda odam yo'q, bo'sh edi. A o'rinda o'ltirgan qiz sirtqa qarabla o'ltirg'achqa boshda ancha-masan sanmagan ekanman. Biroq hozir uni ko'rganimda o'zimni yo'qitib qo'yib, o'rnimga o'zimni tashladim. Umi meni ko'rib, nima qilarini bilmay, donq etib turib qoldi. Ko'zlarimda yosh. Erkakligimni unutib yig'lamoqdaman. Uning ko'zlaridan yosh quyilmoqda. Uning menga nafrat deyishi oqqizg'inini yoki hijron deyishi oqqizg'inini bilmaydim. Qanchalik qarab turib qoldik, bir chaqda bir beqinimga o'qidi. Qarasam, si o'rinda o'ltirgan qizchaq ekan. Uni ko'ribla portlab ketgan tasliq qoldim. Vah, deyishvag'im bo'lmanglar yana. Shundaqmi udil kelgan bormi? Sizlarning Shanxayda so'rishib yurishinglarga qarab turamdiman deb, men sizlarga hamroh bo'g'ilmoqdim. Qaysi kun kuzatishning davomini endi men Shanxayda ko'rsataman. Sen qiz keltirish kelishimi tuzib qiz keltirsang, men seni keltirish qasmi qilib, seni keltiraman Shakir. So'zlayotgani Oygul edi. Deriz tarafda ko'rgan qiz bo'lsa, Shamsiya bo'lib, yig'lashdan to'xtab bizlarga hayronlik bilan boqmoqda edi. Shakirni xiyolingga akaguchi bo'lma Shamsiya. Uni mening oldimda so'yguningmi menga qilganlaringga yetib oshidi. Burunqi adovatimizni cho'rib tashlasammi, Shakirni so'yguning uchun cho'qim badal to'laysan. Bo'ldi qil Oygul. Qaysi chog'dagi razvoliklarni yetib oshidi. G'azab kuchidan uni qiz bola ko'rmay, tasdiqiga silish uchun ko'targan qo'llarim Shamsiyaning tutib olishiga uchradi. Uning ko'ziga qaradim. U yo'q degandek beshin chayqab turadi. Erkak bo'lgandikin sanmamsan. Janonaning haqoratga uchrashiga chidamagan bo'lsang, urayver. Ammo bilib qo'yginki, sening har bir toyg'ing o'z yo'lingga qo'ygan to'saq bo'lib, o'zingga yonmasa, sen Shamsiyani so'yguningdek, menni bir eshakni suyib berman sana. Uning buncha azozul ekanligini bilmagan ekanman. Uningdan qo'rqishga boshladim. Mushu aeroplanda ekanliginglarni bilib, mushu o'ringa keltirish uchun qanchalik kuchugimni bilsanglar, menimi bo'shchaqlamasdinglar-ku deyman. Bilib qo'yinglar. Keyinchi uchimiz bir sinfda o'qiymiz. Shamsiya bilan men bir yotoqda yotaman. Nochi bo'lsanglar, mushuni bir buzib beqinglar. Shu chaqda sizlarni nochgan deb yo'l qo'yman-ku texi. Uning kulkisi aeroplanni bir oldi. Aygül, sen nimeli deme, Shakir bilan ikkimizning o'ttirisida yaxshilanish bo'ladi deb o'ylama. Sungan shaqni hech bir kishi uliyolgan emas. Sen bilan bir yotoqda yetib, bir sinfda o'qish xiyolimga kirib chiqmaydi. Chunki men borlig'imni Allohga topshirganman. Allohning xolig'idan boshqa qo'lingdan hech ish kelmaydi. Xolig'ingni qilayver. Shamsiyaning ovozi bo'g'ilib chiqib o'tdi. Allohning xolig'idan boshqa
qo'lingdan hech ish kelmaydi deysan u. Shakir bilan ikkinglarning o'rtasida yaxshilanish bo'lmaydiganligiga ishonadi ekansan, Shamsiya. Seningcha Allah Shakir bilan ikkinglarning orasini yaxshilashqa yoki men bilan Shakirning beshimizni o'nglashqa qurbi yetmamdigandu? Qani aytmam sen. Mush savolimga qanoatlanarlik javob bersang, Shakir bilan ikkimizning ishini bitirib beradigan u haq egisiga menmi iymon aytib namoz boshlagan bo'latdim. Bu jintakning bunchalik gapga ustaligini, Shamsiyadek bir qizni o'zi tushunmaydigan din ishidimi tutib oladiganini bilmabdi ekanman. Men xato so'zlab qo'yibdiman. Kechir Aygul. Deginingdek Allohning xolig'ini bo'ladi. U xolisala ikkinglarning ishi bitadi. Xolimsa menga maqsadingga yetolmaysan. Shamsiya ikkimizning ishini qasdan yo'shirib otlab o'tib ketdi. Aygulmi bilib tursimi, o'zi uchun anglashni xohlamagan gaplarni anglashni xohlamadi bo'g'ay surishtirib yurmadi. Shamsiyaning bu so'zi meni qavatli xo'sh qildi. Shunglashqimi uningga baqdim. Uning yuzi bo'lakchili qizargan edi. Yurgimning silishi o'zimga bilinmaydi. Shamsiyaning badnimga tegayotgan taraflardan o't bo'lib yansam, Aygul tarafdan to'nglamoqda edim. Ko'zlarimni yumib, ularning paniga quloq solmay, o'zimning huzuri va azobini tortishga tutish qildim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Maktabga kelib o'rilishib oldik. Aygulning deganidek men yolg'iz. Shamsiya bilan Aygul bir yotoqqa o'rlashdi. Ularni ayrim yasso'in desak, maktab xo'jalik bo'limidan shundoq o'rlashtirilgan. Bu misla ko'ngil bo'lganlik. Ayrim yotimiz desanglar, sirtin yotoq izlab yaqinlar degan javobga erishib, qo'laysiz bo'lishidan ansirab, ikki raqib bir yotoqqa tushdi. Kunlarimiz zerikish ichida o'tmoqda. Men Shamsiyani qo'g'layman. Aygul meni. Men Ayguldan bezor. Shamsiya mendan bezor. Aygul bo'lsa Shamsiyadan bezor. Raqiblar tar yo'lda uchrashibdi degandek, uchimiz bir maktab, bir sinib, yana kelib yotig'imizmi yiqildi. Tamog'imiz bir oshxonada. Odam bundoq yashsimi baq qiziq bo'ladi ekan. Oliyish, to'ymay beqish, yo'shirin qarashlar ichida kunlarimiz ma'nisiz. Bo'ruqtumliqda yashag'achqimi dars degan narsa kollimizga tushmaydi ekan. Bizning tilimiz yo'ldoshlarga boqqanda chet el tiliga yaxshi kelsimi, hech ulardan eshib ketanmayotdik. Bir kuni o'qituvchimizning darsnomini eshitib chiqib, bir sinfda o'qiyotgandan buyanqi tunji bosh qo'sh sharpiga muyassar bo'ldik. Tunji bo'lib Aygul so'z oldi. O'zimdan nomus qilyapman. Har qancha bo'lsa-mu, ziddiyatimizni sinfga so'rab kirsak bo'lmaydi-da. Shundoq, nomus deganni bilmaydiganlarga hamra bo'lib, menmi do'rab qoldim-ku deyman. Bo'ldi qilinglar. Nimancha tugmaydigan adovat bu? O'tiranglarda zodi tugmaydigan nimami babo o'g'itdi. Siz bilmamsiz, Shakir? Ikkilisi tangli so'rab ko'zimga maqtaq qadaldi. Yuzlarim o'tdaq qizarib, gapmi qilolmadim. Mas'uliyat surishtirmay, ziddiyatimizni hozircha bo'lsa bir chatga qayirib qo'ysak bo'lmasmi? Aygul o'zidagi aybni yo'gash uchun oldin yo'l qo'ygan bo'lmoqda edi. Bo'ladi. Bilim elish uchun kelgan ekanmiz, hozircha adovatni qo'yib turaylik. Ammo sening men qilganlaringni kechirvatdi deb qanma Aygul. Shamsiya Aygulga yo'l qo'ydigandek emas edi. Ikkinglarning aplashib qolganinglarni ko'rib baxush bo'lyapman. Bugun sizlarni men mehmon qilay. Ishingizni qiling, bizni mehmon qilaman demak. Bu ikkisining eg'izdan ikki qitim tangli o'xshash so'zning chiqishi hayronligimni oshirmoqda edi. Ko'p o'ylashning hojati yo'q. Xapiliqda ular o'miyib qo'yib, yotoq tarafga bordim. Nega? Yotoqqa sizlarning siziq gaplaringlarni anglaguncha ishimni qilay. Mehmon qilmoqchi edilar-ku, chiroyli xo'jam. Shamsiyaning rasvoligimdan keyingi menga qilgan tunji so'zini anglab, qulog'imdan chatoq chiqqan bo'lmasin deb qulog'imni ko'chiladim. Quloqlarda chatoq yo'q, dillari maymoq, ikkimizda chatoq yo'q, o'zlari naynaq. Aygulmi Shamsiyaning menga gap qilayotganligidan hayron bo'ldim-u, g'iljanglab yurib qo'shaq qatdi. Qizlarning ko'nglini tushunmak nima degan tas? Shamsiyaning kunlik kelivasi kerak, adovatni qayirib qo'yib. Amsi o'zlari degan bo'lgandan bugungi tomog'imiz apandi restorani bo'lsin. Taksi pulimi o'zlaridan. Tez bo'lsa, tomoq yeb bo'lib uygunish qilmasak bo'lmaydi. Ertadan boshlab uygunishda raqobatlashmasak bo'lmaydi. Kimning nochiligini uygunish belgilasin. Bo'ladi. Bir mezgil beshing saq bo'ladigan bo'ldi, Shakir. Ammo diqqat qil.
Men xafa bo'ladigan ishlardan yiroqroq bo'lasan. Bo'lmaydigan o'g'inish degini qurisin. Aygül barmoqlar bilan enigimni ilib qo'ydi va Shamsiya, sen o'zingni bak aqlliq chaqilgandan keyin o'g'inishda baslashib Shakirni bir talashmamdiq. Sen yengib olsang, Shakirni sen qo'sh qo'llab o'tinay. uning yana saranlig'i tutib, meni qimordagi bir peshga ko'ravatadi. G'azvim tutdi. Sen meni nima ko'ravatsan? Hissiyot degan narsa yo'q, but ko'ravatamsan? Utib olsamla meni kechirdi demagan. Zidi bo'lgan yuragimdagi yara sana mangu nafratli qo'zg'aydi. Xiyolingdan tezroq yansang bo'lamiki? Hozirla ziddiyatlarni cho'rib tashlab uyg'inishga atlanayli deyishmaganmidiq. Bo'ldilar, bunda quruq gaplarni qilishmay tamoqqa borayli. Bundan keyin tikishish deganni eg'izga olganni ko'rsam, mendan ranjimanglarjimi? Shamsiya taddi bilan xitob qilg'achqimi, ikkimiz eg'izimizni yumishga majbur bo'ldik. Kunlarimiz o'g'inish, yana o'g'inish bilan o'tmoqda. Bir-birimiz bilan raqobat va to'liqlash asosida chiqishib qoldik desakmi bo'ladi. Hech bo'lmasa, biror so'zlik so'rash borasida Shamsiya bilan so'zlashib olaman. Umi bundoq chaqda oramizda hech qanday adovat bo'lib boqmagandek, men qitirqinib tushundirdi. Aygülmo mendan bilmaganga silib, bilginimni so'raydi. Menmo chandurmay tushundirgan bo'laman. Buning bilan uning menga bo'lgan surkilishlari texmi ko'paymoqda. Bezor bo'lsam-mo chidashga majburman. Chunki u degan bir yilon. Diqqat qilmadim-mo chaqmay qo'ymaydi. U chaqdimi hozirgi Shamsiya bilan bo'lgan yiqilligimni nega opirib tashlaydi. U menga qarang'u. Shamsiyaning ko'nglini ta bugungacha bilanmadim. Kunlarimiz xili yaxshi ma'nolarga to'lib o'tayotgan bundoq chaqlarmi oxirlashay deb qoldi. Chunki yarim mavsumlik o'qish to'shib, qishliq ta'til boshlanay deb atadi. Bir kuni fursat chiqarib Shamsiyadan so'radim. Meni kechirasanmi Shamsiya? Sening chuchu Shakir. Allohmo tövbe qilgan bandasini kechirdi ekan. Sen kechirolmasanmi? Shundaqmi? Ammo Alloh o'ziga sherik keltirganni mengu kechirmaydi. Menmo sherik muhabbatdan bezor Shakir. Men sana bo'lgan muhabbatimni sherikdan saqlayolmasmanmi? Buni o'zingdan, Aygüldan, oxirida Allohdan so'ra. Nima deydi ekan qani? Shamsiya endi gapim tugadi degandek qishimdan ayrilish uchun ming'ishqa tamshaldi. Bo'ladi. Oldi bilan o'zimni so'ray. Sen Aygülni suyamsan? Yo'q, yo'q, yo'q. Sen Shakirni suyamsan. Shundaq. Shundaq. Naladi marab yurib paydo bo'ldi bu jin. Gapimizning beligi tepdi. Shamsiya qandoq degan ma'nida menga ma'nli qarab qo'yib qishimizdan ayrildi. Menmo uning agashmak bo'lib qo'zg'alib Aygül yo'limni to'g'ridi. Nega? Mening sizdan so'raydiganlarim bor. U barmoqlar bilan yuragim ustiga noqib meni to'xtatib qo'ydi. Shamsiyaga qaradim. U kayniga qarabmi qo'ymay ketib boradi. Tez so'ra, nima gaping bor edi? Nima gap bo'ladi? Qaysi kunki Shamsiya bilan o'g'inishda tikishayli deganim yodingdami? U yana ko'ngliga nima razilliklarni yo'shirdi, yana shu tikishish degan rasvolikdan so'z ichvatadi. Yana nima qilay deysan? Nima qiladim? Shu so'zim kuchga ega bo'lsgan degan umiddaman. Sen yoki Shamsiyadan biringlar mendan yaxshiroq natijaga erishsanglar, men o'qishimni tashlab ketay. Ko'zingga ikkinchi ko'ringichi bo'lmay. Ammo men ussam, senmi tanba? Bu gaplarga menga tozi yoqdi. Bu jindan qutulishning osonli chorasi edi. Biroq utishga ko'zim yetamdi. Utgan taqdirdimi Shamsiya ilgirki tikishish jidilini unutib ketanmaganida muhabbatni doğru tikkinimni bilsa, oxirini o'ylashga petinolmadim. Umidingni o'z Aygül. Mening seni yaxshi ko'rishim aslan mumkin emas. Bir qitim tikishib, burnimga yeginim texi yodimdan ko'tarilgani yo'q. Eshak jinida bir qitim sepilgan ko'rikdan ikkinchi o'tmaydi. Asan yo'lni desam, ko'nmadim. Ilgari deganim yodingdan ko'tarilmasin. Mening qo'limdan har bala keladi. Bugünkidek ishkingni yolg'iz uchirtib yurmay. Qoldi gapni yurtqa borganda deyshamiz. Mening seni qo'lga keltira olmasligimga faqat ishonmayman. Yo'limizda nurg'un fursatlar bor texi. U
eڭikimni obdan bir chimdib qo'yib ketib qoldi. O'ylanib qoldim. Bu jinning qo'lidan deganidek har balolar keladi. Manga o'ri ko'lisigo mayli. Shamsiyaga qasd qilib yurmasa bo'ladi-ku oxir. Oygulning buncha yuqori nomer og'inni ko'rib hayron qoldim. Mendan so'rab yurganlari faqatla menga suvunish uchun o'ynagan o'yinlar ekanda. Maktab bo'yicha birinchi bo'lgan edi. Shamsiya ikkinchi bo'lgan bo'lsa-mu, men xeli kaynida qolgan edim. Elim yaxshi jintakning qildiqiga tushib ketmabdiman. Allohning yomon yerda meni qo'g'dig'iniga ming shukri. Yanala uchilimiz bir aeroplanda Urumchiga qaytishga majbur bo'ldik. Oygulning maktabda beshamlik qilmag'ini qarab, xeli tuzilib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylab ekanman. Mana uning razilligi yana namoyon bo'lishga boshladi. Shamsiya, maktabda yuvashlik qilib gap qilmaganimga qarab, meni Shokirdan voz kechdimikin deb qanma. Qani qanday qilishakin deb ko'rib baqqan edim. Mendan rostla ehtiyot qildim. Shuni deb qo'yayki, mushu ehtiyot ustida bir umr turmaydi ekansan, ilgirki qilganlarimni unutib qanma. U kipining mushu bo'riga kelganda meni anglayapsan degandek men qarab qo'ydi. Yaxshimi, Urumchida qoladigan bo'psan. Agarda yurtga qaytadigan bo'lsang, ilgari tikishib o'talmaganimni seni rasvo qilib bo'lsam utgan bo'latdim. Bilib qo'y, Shokirga seni yo'liqtirgan mendek bir ahmoqdan dunyoda yana biri bo'lmas. Asli uning bilan tikishiman, nochiligini yerga uraman deb yurmagan bo'lsam, uning allaburun mening qo'ynimda yotganini sana ko'rsatgan. Sendek rasvoligidan yurtga patmay, shamshaga qechib yurib xizmat qiladigan. To'qamni o'shiq ortib elib, men degan ifatli qiz deb boshqalarni ozdirib yuradigan zaman buzuqlarini qig'iniga to'yg'izaman demagan bo'lsam, o'zim so'ygan yigitdan dashnam yesammi, dashnan yegandek huzurlanib yurmas edim. Shamsiya. Uning zuvoni Shamsiyaning kelishtirib salgan bir shaplig'i bilan o'chdi. Aygul, ilgirki qilgan rasvoliqlaringni yodimga sog'ich bo'lma. Inson degan rezil bo'la, sanchilik bo'lmas. Yilimi qilganlaringga sukut qilib keldim. Burunqi rasvoliqlaringni Shokirdek oshiqni o'qib yurmisin desang, ig'zingni yig'ib yur. Kimning qanchalik insonligini Allohning bilgichiligi bor. Gap qilmay yursam, goch chaqlab yurma. Shokirning uyg'unayotgan imonini demaydigan bo'lsam, uning qilganlari uchun sendek bir tepilmas talant egisiga toza mos keladigan bir jupladinkan deb sizlarni juplab qo'yishga barcha amalni qilgan bo'latdim. Biroq Alloh cho'kib ketayotgan kemini qutqizib olganlarni barcha insonlardan ortiq ko'rgani uchun men Shokirdek o'z yo'lini izlayotganlarga yo'l ko'rsatishni o'z majburiyatim deb qarayman xolos. Biroq esingda bo'lsinki, Shokirni hargizmi o'zimning mangulik hamroyi bo'la oladi deb qarmayman. Ularning jidalining texim ulg'ayishini, jidal orasida men bilmoqchi bo'lgan sirlarning ichilishini umid qilganim uchun sukut qilmoqda edim. Ur Shamsiya, ur. O'ng tasdigimga soldim. Mana mavuz so'l tasdigim. Ammo bilginki, ta'tildan yig'ilganda tasdigingning izidan Shokirning lav izini ko'rmaydigan bo'lsang, u shunchalik chaqqonlik qildiki, men tuyib bo'g'icha bo'ynimga garasilib meni so'yib oldi. Yuzimni apqichishimni ulgurmadim. Butun zehnim ularning jidilidan uqmoqchi bo'lgan uchirda qolgan edi. Qattiq silkishlab o'rnimdan turib ketdim. Nomusdan yuzim o't oldi. O'zim so'ygan, kech-kunduz xiyol qilayotgan ma'shug'imning oldida boshqalar tarafidan so'yilishdan xijolat ish bo'lmas kerak. Put-qo'lim tormizlandi. Tilim tutildi. Ko'rgansan? Mana bu sening sog'an tasdiging uchun qaytirgan javobim. Bundan keyin qo'lingni yig'ib yurishni o'gitib yurmisanmi bo'la? Oramizda sukut. Aeroplan Urumchi aeroportiga tushib, ulardan ayrilgacha Shamsiyaning chiroyiga qarashqimi petinolmadim. Shamsiya ta'tilni Urumchida ota-onasi bilan o'tkazish uchun, Oygul bo'lsa 2-3 kun shahar ko'raman deb Urumchida qolib qoldi. Men yurtga qaytish uchun aeroplan olmishman deb aerodrom kutish zalida qoldim. Ayrilish oldida Oygul ozroq erkilmoqchi bo'lganida mening alpozimning yomonligidan ansirdim-u, suslam xo'sh dedi. Shamsiya bo'lsa, meningcha menga qarabmi qo'ymadi bo'g'ay, oldiga chiqqan kimlardir bilan ketib qoldi. Balkim ota-onasi bo'lsa kerak. Ularni ko'rishgimi yuzim chidimadi. Shunlashqa qarashqa petinolmadim.
yurtqa qaytib ota-ona, urug' tuqqanlar bilan ko'rishgan bo'lsam-mu, ko'nglim faqat xush emas. Bir narsani yo'qotib qo'ygan odamdekli yurayman. Sirning yeshilishini bakmi umid qilaman. Oygul kelib bo'g'icha Ro'shanguldan gap elish uchun uning uyiga bordim. Chunki u yarim yil burunqi yiliq kuni kelishimda uttirib qo'ygandan keyin telefonini etib xizmatga bormagan edi. Afsus, u uyda yo'q edi. Xizmatkor ayol uning qayerligini deb pagili unimadi. Ma'yus holda qaytib vassam, esil mashinadan biri qishimda to'xtab,